Leksimizi davamlaştırmıyoruz, hürmetli vatandaşım. Germaniya Avazı Radyosu Cungo iqtisadi qiyinchilikda qaldı. Sanoat işçilərinin günü təsirləşdi deb göstərdi mavzulu xəbər 10 ayının 19 günü Büyük İrator betida e'lon qilindi. Xəbər mundaq başlandı. Cungo iqtisadi izchil asliga kelolmadi. Bo'libmi sanoat chet el shirkatlarining chekinib chiqib ketishi agishib, zavodlar taqilishga boshladi. Ishchilar ishsiz qoldi. İşten ayrılıp qalğan işçilar bu qatimki iqtisadi chekinishning ziyonkashligiga uchrag'uvchilar bo'lib qoldi. Germaniya Ovoz Radiosi 10 ayning 17 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Cungo iqtisadi bir necha 10 yildan berki eng qiyin davriga duch keldi yoki bir davrga kirib keldi. Ko'p miqdorda zavodlar taqilib, turmush kapolati bo'lmagan ishchilar namoyish qilib, huquqini qo'g'dash yoki aqalli turmush talablarini qo'g'dash uchun ko'chaga chiqib namoyish qildi. Shanghai Emgakchilar huquqi tashkiloti emgak uchurlarining e'lon qilgan dokladida oshkorlanishicha, 3-faslda ishsiz qolgan Cungo ishchilarining norozilik namoyishlari yangi to'lqinga ko'tarildi. 7-aydan 9-oygacha jami 593 qatim ish tashlash, namoyish voqealari yuz berdi. Bunun içinde sanoat işçileri 219 qatim namoyish qilib, birinchi faslda yuz bergan 164 qatimlik namoyishdan eshib ketgan. Ikkinchi faslda yuz bergan 198 qatimlik namoyishdan eshib ketdi. Davomini anglaysizlar vatandosh.